hali Yuriy Xurji bilan shok video o'tganimda menga aytishyaptiki, sizga hozir unaqa qilamiz, tinchlaning, boshqa qiling deyishyapti deb aytaman. Konsertda 80% meni bo'ynimda deyapman roli. Eng glavniy rollidaman men. Bu bolalar hozir butun boshli konsert o'tdi. 4 mingta odamning nima aybi bor deyapman. Shunda ham o'rningizdan turib ishlamoqchisiz. Ha, yotilma haligi joyda yotilmay aytaman. Bitta ukolinglar bor, men bilaman deyapman. O'shani qilib qo'yinglar, 3-4 soatga ushlab turadi edi. Endi o'sha paytda-da keyin bular chiqib bemorni tinchlantirmasanglar bo'lmaydi, to'polon qilib tashyaptilar dedi. Degan ikkita yoqda. G'ira-shira endi haligi pardada ko'raman. Eslayman, hozir endi bemalol yaxshi eslayman. Sadrga kirib quchoqlab o'pib, aka biz hammasini joy-joyiga qo'ydik, siz o'ylamang, hammasi zo'r. Siz faqat yaxshilab davolab oling bo'ldi. Bu yo'g'agana qilishimiz kerak, ishlarimiz ko'p u dedi. Yo'q, sen xavotir olma, men yaxshiman deyapman yotib. Unga gapiryapman. Yaxshiman men hozir ani ukolini topsin deyapman. Sal qimmatroq, pulim bor-ku deyapman. Hozir qildirib boraman men. Konsert o'tkazib kelaman deyapman.